Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an kelding. 28. bab. Shahodatni so'rash, uningga heris bo'lish va uningga tirishgan kishining maqsadiga yetadiganligi haqida. Alloh taolo musulmonlarga har bir namozda ne'mat qilib berilgan kishilarning yo'li bo'lgan to'g'ri yo'lga o'zini ham hidoyat qilishini so'rashni farz qildi. Alloh taolo mundaq deydi: Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagan, g'azabinga yo'liqqanlarning va ozg'anlarning yo'liga emas, sen in'om qilganlarning yo'liga boshlagan. Alloh taolo to'g'ri yo'lni ne'mat qilib bergan kishilarni taraflab mundaq deydi: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qildigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ldi. Ular nima degan yaxshi amrohlar? Sahil ibn Hunayf radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki Alloh taolodan shahidlikni rostchilik bilan so'rasa, garchi u kishi ko'rpisi ustida o'lib ketsa-mu, Alloh taolo uni shahidlarning martabalariga yetkazadi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki rostchilik bilan shahidlikni tilasa, garchi u shahid qilinmasa-mu, shahidlikning darajasi berildi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki to'gi usti yiliniga yig'ilganchilik qisqa vaqt bo'lsa-mu, Alloh yo'lida urush qilsa, uningga jannat vojib bo'ldi. Kimki chin ko'ngildan Alloh yo'lida o'lishni tilasa, ammo o'z o'limida o'lsa yoki o'ldirilsa, u shahidning ajriga erishadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh o'z yo'lida jihodga chiqqan kishiga kepil bo'lganligini bildirib, kimki menga iymon keltirgan va mening elchilarimni tasdiqlagan holda faqat mening roziligimni ko'zlab jihodga chiqadi ekan, men uni jannatga kirgizishga yoki nurg'un ajr va yoki nurg'un g'animatga erishgan holda uyiga qaytarishga kepilman, dedi. Muhammadning jini ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, Allah yo'lda yaralangan kishi qiyomat kuni yardar holatida, rangi qonning rangida, puruqi ihborning puruqida keldi. Muhammadning jini ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, musulmonlarga mushaqqat bo'lib qolmasa edi, Allah yo'lida urush qilishga mangan har qanday bir qo'shindan hargizmi ayrilib qolmagan bo'lardim. Men ularni mendirgudak uloq topolmayman. Ularni ham topolmaydi. Men jihodga chiqib ketsam, ularga mendan ayrilib qolish texim og'ir keldi. Muhammadning jini ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, men Alloh yo'lida urushga chiqsam va o'ldirilsam, ondan yana tirildirilib, urushga chiqsam va o'ldirilsam, ondan yana tirildirilib, urushga chiqsam va o'ldirilsam deb orzu qilaman. Said ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Abdullah ibn Jaysh radhiyallohu anhu Uhud kuni uningga: "Kelgin, Allohga duo qilayli", dedi. Said duo qilib: "Ey Rabbim, ata dushmanga uchrashgan chig'imizda menga nihoyat kuchlik, g'azab tashqan birini yo'liqtirgan. Sening yo'lingda uning bilan jang qilay. Ondan toki uni o'ltirguncha menga ustunlikni rizq qilib bergin", dedi. Abdullah ibn Jahsh radhiyallohu anhu: "Ey Alloh, menga ochiq yomon, nihoyat kuchlik bir kishini rizq qilib bergan, ya'ni uchrashtirgan. Sening roziliqing uchun uning bilan urushay. Umu men bilan urushsin. Ondan u meni o'ldirib, burun quloqlarimni kesib olsin.
Әтә sen bilan uchrashgan chig'imda, ey Abdullah, burun quloqlaring nima uchun kesib tashlandi desang, men sen va Rasululloh uchun kesib tashlandi deb javob beray. Ondan sen menga rost aytding deysan deb duo qildi. Abdullah ibn Jahish radhiyallohu anhu shu jangda shahid bo'ldi. Said uning o'g'li Issoqqa, ey o'g'lim, uning duosi mening duoyimdan xayrlik bo'ldi. Men shu kuni kech tarafda uni burun va quloqlari kesilgan holatda uchratdim dedi. Musulmonlar qo'shini Mu'ta g'azotga mingan chog'da kishilar uni uzatqil chiqdi. Abdullah ibn Ravaha radhiyallohu anhu vidolashgan chog'da yig'lab ketdi. Kishilar, ey ibn Ravaha, nimaga yig'laysan deb so'rag'aydi. U, men dunyoni yaxshi ko'rganlikim yoki uningdan ayrilishga ko'zim qiymaganlikdan yig'lamadim. Balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Qur'onda do'zax zikr qilingan bunu oyatni o'qiganligini anglag'aydim. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Sizlarning ishinglardan do'zaxga bormaydigan biror kishi qolmaydi. Bu Parvardigoringning o'zgarmas hukmidir. Ondan eng taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz. Zolimlarni jahannamda tizilib o'ltirgan holda qo'yamiz. Do'zaxga kirgandan keyin qandoq chiqishimni bilmayman dedi. Musulmonlar, Alloh sizlarga hamroh bo'lsin va himoya qilsin. Sizlarni bizga sog'-salomat qaytarib bersin deb qo'shashqaydi. Abdullah ibn Ravaha radhiyallohu anhu javoban mundoq dedi. Lekin men ham tilayman Alloh tomon yuzlanib, qattiq qo'lliq bo'lishni yov pushtiga otlanib. Nayza ursam mardona, mergan kabi chan bilan, Tömür şaxlıq porkötek yerga tushgay mixlinib. Qabram boshi kelganlar shahid bo'lsam degaylar. Allah rozi g'ozisan el qalbida aslinib. Musulmonlar Mu'tada Rumluqlar bilan jang qildi. Abdullah ibn Ravaha radhiyallohu anhu 3-qo'manda edi. Uningdan ilgari Zayd ibn Harisa va Ja'far ibn Abu Talib jangga qo'mondonlik qilgan edi. Ularning uchalisi shahid bo'lgan holatda Allohga uchrashdi. Allah ulardan rozi bo'lsin. Zayd ibn Aslama mundoq dedi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundoq duo qildi. Ey Allah, men sendan sening yo'lingda shahodatga erishishni va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yurtida vafot tepishni so'rayman. Allah haqiqatan uning duosini ijobat qildi va Madinada shahodat bilan rizqlandirdi. Sulaym ibn Amir mundoq dedi. Men Jarrah ibn Abdullah Hakamining qishig'iga kirsam, u va uning qo'mondonlari qo'llarini duoga ko'tarib turgan ekan. Jarrah menga, "Ey Abu Yahyo, bizning nimaga qo'l ko'targanligimizni bilamsan?" dedi. Men sizlarning duodagi rag'batinglarni ko'rib, menmi qo'limni duoga ko'tardim desam, u Allohdan bizni shahodat bilan rizqlantirishni so'rayapmiz dedi. Sulaym ibn Amir yana mundoq dedi. Alloh bilan qasamki, shu g'azotda ularning hammasi shahid bo'lib ketdi. Umayd ibn Hilal mundoq dedi. Aswad ibn Kulsum jihadga chiqib mundoq duo qildi. Ey Alloh, mening bu jinim sening roziligingga tashna. U seni haqiqatan yaxshi ko'rdi. Agar u rostchil bo'lsa, sana uchrashni uning rizq qilib bergan. Agar u yolg'onchi bo'lsa va yomon ko'rgan taqdirdami, uningga buni yuklagan va sening yo'lingda o'ltirilishni muyassar qilgan. Go'shimni yirtqich hayvon va uchar qushlarga taom qilib bergan. Aswad jihadga yo'l oldi va toki shahid bo'lganiga qadar dushmanlar bilan jang qildi. Amir ibn As radhiyallohu anhu mundoq dedi. Men qarindishim Hisham bilan Yarmuk jangiga qatnashdim. Kecha Allohdan bizni shahodat bilan rizqlantirishni duo qilib so'ragan edik. Atsi Allah uni shahodat bilan rizqlantirdi. Meni bo'lsa mahrum qo'ydi. Hurmatli qarindoshlar